Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 26-iyul yakshanba 2026-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Shu erkaklarga ichki kiyimlar ekan. Mana tashqarida ayollarniki ham bor. Tepa-past shu ichki kiyimlari. Xo'p. Bular narxi nech pul va qayerdaki? Bular Xitoydagi 12.000 so'mdan. Ikkovi qator ham bir xilmi? 12.000 so'm pachka narxigami? Ha, Pachka narxiga 12.000 so'm ekan. Xitoydagi ekan bu. Xitoyda o'zidan kelgan, ha? Bunisi-chi? Farqlisi. Bu 5.5 ming arzonchisi. Bunisi 5.5 ming so'm ekan. Bu qayerdaki? Xitoy hammasi. Bu qator Xitoy, ha, sizda? Bu tomon ham Xitoy mana. Bular nech pul? 8.000 so'mdan ekan. Xitoydagi. Hammasi Xitoy. Mana doim mana biz tavsiya qilib beramiz. Mana ichida nima deydi? Astar. Xullas mana shunaqa astar deydimi? Mana shunaqasi bori yaxshi bo'ladi. Shunaqasiga qarab olaverasizlar-da. Endi O'zbekistonda chiqqanlari qaysi biri? Bular paxta. Paxta matodan. Paxta matodan tega ko'tarib turing-da. Nech pul bu? 10.000 so'm. Bu 10.000 so'm ekan. Rangi chiqmaydigan yaxshisi. Xo'p, keyin bu kishida bunaqangi maykalar ham bor. Arzoni bor. 5.5 ming so'm. 5.5 ming so'mligi ham bor ekan. Bu nima materiali? Bu ham paxta. Paxta ekan materiali. Jinnet sifati pastroq. Ha. Bular donaga sotiladigan bo'lsa, razmeriga qarab nech pul bo'ladi? 15 ming. 15 ming so'mdan xohlagan olaveradi donaga. Tanlab. Bo'ldi. Bularda maykalar bor mana. Maykalar nech puldan nech pulgacha? Maykalar detskidan boshlaydi mana. Detskilaridan 10 ming so'm ekan. Pachkagami yo donagami? Pachkaga. Pachkaga 10 ming so'mdan. Arzoni ham bor faqat. Mana arzonlari ham bor ekan. Mana arzoni. 6.5 ming. 6.5 ming so'm ekan. Pachkada bir xil razmerligi ham bor, razmerligi ham bor. Ha. Endi o'g'il bolalarga qancha? 10 ming so'm ekan. Xo'p, kelasizlar mana nomerga telefon qilasizlar. Mana nomerlar 90lik 990 77 42 ga aloqaga chiqasizlar. Mana Boboshbek bozorida 310-do'kon D blokdan. O'sha D qatoriga o'tib 310-do'kon mana paypoq sotadigan Hayotjon akani mana Dilnur tekstil do'konini ro'parasida. Har xili bor. Endi futbolkalari ham bor, boshqa narsalar ham bor. Endi bizniki asosiy hozir shu mana tursuk maykada ichki kiyimlar. Shuni ko'rsatish uchun Obzor qilyapmiz. shunaqa.